Mana shu ko'rib turgan manzaralarni sizlarga chorvoqli bola tekinga gaplashib qo'ydi. Ya'ni qaranglar, biz Chorvoqni Xumson mahallasidagi dachaga kelganmiz. Mazza qilib dam olish uchun shunaqangi zo'r dacha topib qo'yganman. Kislorodning hamma sharoitlari bor dachamizni. O, mashalloh, dachani qaranglar, 15 basseyn, tepada 3 ta spanlimiz bor. Bu yerda bitta tapchan, oshxonamiz bor. Hammasi absolutni top-toza joy. Kelib dam olishdan tavsiya qilaman. Pastda eglar nomerini qoldiryapman. Lekin dacha haqiqatan ham yaxshi. Agar ko'pchilik kelsanglar, bu yerda o'tirishingiz ham mumkin. Birinchi mana bitta katta zali bor. Qaranglar, PlayStation'da qo'yib qo'yilgan. Lekin eng zo'ri mana shu prirodaga mazza qildim o'zim ham. Tavsiya qilaman hammaga. Toza havo. Birinchi spanlimiz. Bu ham spanlimiz bor. Dachamizga 15 kishi bemalol sig'adi. Shanba yakshanba kunlarda dogovorning 10 kishidan oshganligi narxi sal dogovorning egalariga telefon qilsangiz chiroyli narxli qilib beradi. Pastda nomer bor. Iyunning 15-gacha bu senamiz amal qiladi. Sog' salomat bo'ling.